Assalomu alaykum azizlar, hurmatli teletomoshabinlar. Doira dasturim yana e'tiboringiz markazida. Jamoamiz bilan O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutiga tashrif buyurdik. Demak, dars jarayonlarini birgalikda kuzatamiz. Ketdik. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti. Bugun obyektivimiz nigohida madaniyat va san'at sohasiga malakali kadrlarni yetishtirib kelayotgan O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti va uning tajribali ustozlari yu iste'dodli talabalari. O'sha eshik ochisham yoqmayapti-da. O'sha eshik ochisham yoqmayapti shunga. Kim ekan endi bu? Kim ekan endi bu? Kimni kutyapti u deydi. Hozirda ham ta'sir. Salom azizim. Ha, Shel Kuyokla Ivanovna. Qani o'tir. Xush ko'rdik. Qani gapirchi. Kim edi ismi? Melaniyami? Agafya Tixonovna. Ha, Agafya Tixonovna. Ko'pirtir, bo'ldi, o'tirishga hojating yo'q. Ketdik. Agafya Tixonovna. Biz institutga borganimizda talabalar mahorat darsida ustozlari bilan mashg'ulotlar olib borib, navbatdagi imtihon jarayonlariga tayyorlanishayotgan ekan. Dars jarayonlarini kuzatar ekanmiz, talabalarning o'z kasbiga bo'lgan mahorati, ijodiy yondashuvi bizni hayratlantirdi. Bunisini tizzasi, beli, yoshin, masalan, dilbalagi kasal operatsiyadan chiqqan odam mushaklari baquvvat. Yoshi ulug' odamni mushaklari charchaydi. To'g'rimi? Sekin yurish bilan birga ularni o'tirishida farqi bor. Ma'lumga kelganda, misol uchun o'tirayotganda, mana bu qo'liga misol uchun tayanib yoki bitta oyog'ida ham mana qilib o'tirishi mumkin, haligi kasal. Lekin qariya keldimi? Mana stol oldiga kelgandan keyin kelib, mashina tashlab bu yoqqa ushlamaydi. Mana shu jarayonda ushlab tura olmaydi bu oyoq. To'g'rimi? Mashqlargacha, ma'lumotlargacha kelib, bu yoqda ozgina bo'lsa ham bo'shashib ketadigan joyi bor. Mana shu farqla olishimiz kerak o'sha joy. Qaysi mahorat darsiga kirmaylik, barcha mashqlarni chin dildan bajarayotgan yigit-qizlar bizni qoyil qoldirdi. Masalan, sahna jangi darsida talabalar xuddi haqiqatdan-da mushtlashayotgandek tuyuldi. Orqaga ketadi. İngiliz kinodan ham battar bo'lsin. O'tir, tek. Oyoq ma'mutda qara, yoqish kerak yuzni, tomoshabinga. Bu yoqqa ketadi. San'at sohasiga ko'plab mahoratli san'at ustalarini yetishtirib berishga hissa qo'shgan ustoz Arsen Ismoilovning farzandi Dilshod Ismoilov talabalar bilan sahna jangi mashg'ulotlarini maroq bilan olib borayotganining guvohi bo'ldik. Bundoq turibdi. Mo'ljallar bor. Turibman, qara bunga. Joyingda turibman. Sizlarda eng xatoyingiz ko'p. Nimada? Ortiqcha harakatingiz ko'p. Nima kerak bor bu qadamlar? Tochni bilaman, urdim, joyimga turdim, bu atrofga kiryapti. Kalla orqaga. Boshqa varianti bor bu.
Hozir uriladi, kallani o'zi. Ortiga ketmaysan. Ikkinchisida urasan, ketasan. Ha? Qarab tur. Ba'tida o'shanda ket. Ikki to'g'ri hisoblanadi. O'lib ketayotgan edi. Men uni qutqardim. Nima? Endi pushaymon bo'lyapmanmi? Sahnadan chiqmaymiz. Faqat kubni oling, bo'ldi. Bizni talabalar sal boshqacharoq. Qaysi ma'nodaki har holda hozirgi kunda Navoiyni o'qitish yoki Navoiyni kim ekanligini tanitish juda ham bir mushkul bo'layotgan holatda hech bo'lmaganda mana shu kursda tahsil olayotgan 25 ta talabaga Farhod va Shirin, biz hozir sahnada ko'rsatgan ishimiz Nozim Hikmat asari, lekin motiv baribir shu bizning Navoiy, Hamsa, Farhod va Shirin yotadi. Biz faqatgina Nozim Hikmatning asarini oldik deb o'zi bilan cheklanib qolmasdan, u Farhod kim? Bu bolalar deyarli 1 yildan beri mana shu asarning ustida Shirin kim, miniatyuralar ularga chizilgan, chunki kostyumi, plastikasini topish kerak. Bu bitta ilmiy ish, izlanish. Bu bolalar bu yerda qaynayapti. Sahna shunaqa narsa, kaftdek shunda o'zi chiqib qoladi hamma narsa. Kim tortib ketyapti, kim tortmayapti, kimga bu rol juda yaxshi tushgan. Masalan, men ham shu yoshimda 13 yoshli Juliyettani o'ynashni orzu qilishim mumkin. Lekin afsuski men hozir faqatgina shu jarayonda Juliettani enagasini o'ynayman. Nega? Lekin chiqarish mumkin-ku. Chiqarish mumkin, albatta chiqarish mumkin. Mana hozir qarang. Siz o'ylaysizki, bu yerda vazirda o'ynaydi bu bolalar. Nima? Hammasi 20 yosh bolalar yoki enagani o'ynaydi. 45 yosh, 50 yoshli vazir, 60-65 yoshli enaga. Bularni hammasini mana shu 20 yoshli bolalar ijro qilyapti yoki bo'lmasa 20 yoshli qizimiz, biz unga masalan vazifa berganmiz, yo'q, bu 20 yosh emas, 20 yoshda sekin aql yoshi kirib keladi. Bu aql fikrlaydigan yoshda emas, bu 14-15 yoshdagi Shirin, bu his-tuyg'u bilan ish qiladi, sahnada uchib yurgan. Uni topish uchun ham 1 oy vaqt ketdi. Bunchalar shaffof. Jannatning o'zginasiya. Ha, juda ham. Sultonim, ularning barchasi men uchunmi? Ha, Shirin, sen uchun. Talabalar orasida esa biz haqiqiy o'sha dostonlardagi afsonaviy Shirin obrazini ko'rdik. Drama va kino aktyorligi yo'nalishida tahsil olayotgan bo'lajak aktrisa Shahriniso Isaxonova mana 6 oy o'tibdiki, Shirin obrazidan hali ham chiqa olmayapti. Aktyorlarda bunaqa holat ko'p uchraydi albatta. Nahotki talaba endi Shirin obrazini tark eta olmasa. Shirinni hozir bu holatda ko'rib birozgina to'g'ri qabul qilishingiz mumkin. Haqiqatan spektaklda inson yashaydi. Obrazdan qachon chiqib ketadi aktrisa? Ba'zilar juda uzoq turib qoladi obrazda. Shunaqa chiqa olmay, qiynalib. Endi shaxsan men hozir ham chiqmagansiz, Shirinsiz. O'zi hamma aytadi, hayotda ham o'sha shirin bo'lib qolibsan. Harakatlaring, o'zingni tutishlaring qanaqadir shirinsan deb mana shunaqa gapirishadi. Chunki bu uchun ancha mehnat ketdi. Juda ko'p mehnat qilindi. Hattoki boshida qiynaldim, ishonmadim. Yo'q, shirin bo'la olmayman deb o'qituvchilarimgacha bordim. Boshqa qizni qo'ying, dublyorim ishlasin o'rnimga desam ham o'qituvchi motivatsiya berdilar. Yonimdagi eng yaqin o'rtoqlarim motivatsiya berdi. Sen shirinsan, ishla olasan, davay qo'lingdan keladi deb. Rostdan ham shirin ekansiz. Mana shunaqa yetib keldik. Endi zo'r chiqdi. Albatta hozir ham to'liq anaqamda emasman. Keling, premyerasi qachon bo'ladi? Kelamiz. Bu diplom ishi emas, to'g'rimi? Yo'q, diplom oldi spektakl. Diplom oldi spektakli ham bo'lar ekan. 4-kursda diplom ishimiz bo'ladi. Qachon premyerasi bo'ladi? Qachon kelib maza qilib ko'rsak bo'ladi? Xudo xohlasa 10 kunlarda bo'ladi. 10 kunlarda. Kutamiz, kelinglar. Yo'q, yo'q, yo'q. Farhod. Shirin. Nega aynan bu sohani tanladingiz? Nega?
kichkinaligimda ko'p filmlar ko'rganman. Juda ko'p filmlar ko'rardim. Yoshim kichkina bo'lgan bo'lsam, lekin o'sha filmlardan ta'sirlanib, yig'laydigan joyida yig'lab borib, mana shunaqa даже sevib, mana shunaqa sevadigan joyida sevardim aktyorlarni, aktrisalarni. Men ham aktrisa bo'laman. Mana shunaqa kinolarda o'ynayman. Spektakllarda aktrisasi bo'laman, teatr aktrisasi bo'laman. Xalqimga o'ynagan rolim bilan nimadir beraman ularga. Lekin hozir nimadir berdingiz. Sizni kuzatim 14 yoshli, 15 yoshli Shirinni ko'rdimda shunaqa yengil harakat qildingiz. O'zimga ham juda oson bo'lmadi. Qiynaldim. Ham opangiz sevib qoldi Farhodni, ham siz sevib qoldingiz. Oxirida kim bilan qoldi Farhod? Singlisi bilan qoladi, lekin o'ladi ikkalasi ham. Farhod va Shirin o'lim bilan yakun topadi. Fojia bilan yakun toparkansizlar. Shahriniso, mana bugungi kunga bir e'tibor bering. Eng zo'r aktrisa deb kimni tan olasiz? Kumirim, shu aktrisa meni kumirim deb kimni ayta olasiz? Tipaj tomonlama chiroylilari bor. Hamma aktrisamiz juda chiroyli, juda talantli. Yaxshi ko'raman. Lekin kumirim deb kimnidir ayta olmayman to'g'risi. Yevropaniki, chet elniki bo'lsa aytishim mumkin. Mayli, chet ellik aktrisadan kimni yaxshi ko'rasiz? Angelina Jolini juda yaxshi ko'raman. Aytdim o'zi kimgadir o'xshatayotgandim deb. Men lekin o'xshatdim. Aktyorskisi, ularning energiyasi, kamera oldida ishlaganlarini ko'rib juda yaxshi ko'raman. O'ylamaslik kerak. Hech nimani o'ylamaslik kerak. Yo'q. Bugungi kunni wow aktyori kim? Bugungi kunni wow aktyori hozircha Ulug'bek Qodirov bo'lib turibdilar. Shunaqa bir davr bo'lganda, zo'r mana kino ham yongan aktyor aktrisalar desa Dilnoza Kubayeva, Ulug'bek Qodirov, Adis Rajabov, Alisher Uzoqov, Asal Shodiyeva deymiz. O'rtada negadir nechidir yil mobaynida tinchib qolishdi. Kimdandir so'rasangiz eng zo'r aktrisa, eng zo'r aktyoring kim desa, yana o'sha davrdagi Dilnoza Kubayeva, Alisher Uzoqov deyishadi-da, o'rtadagi nimaga yo ishlamayaptimi, nima deb o'ylaysiz? Shunchaki seriallar ko'payib ketdi. Saviyasiz ssenariylar ko'payib ketdi. O'qigan, o'qimagan aktyor, aktrisalar ko'paydi. Bizni eng dilimizni og'ritadigan narsa shu. Chunki biz bu yoqda tunu kun mehnat qilamiz. O'qimay kelib san'atdan non topaman deganlardan juda qizg'anaman. O'sha g'ashingizni keltiradigan aktrisa yoki aktyorlar bormi shunaqa bir o'qimagan? O'zim serial uncha-muncha ko'rmayman. Hozirgi shaxsiy anaqa seriallar chiqib ketgan. O'zbek filmniki emas. O'shalardagi tinimsiz aylanayotgan aktrisalar bor, aktyorlar bor. O'shalarni uncha xushlamayman. Lekin nimagadir men ularni aktrisa sifatida ko'rmayman. Sirtqi bo'limda o'qiydiganlar xuddi siz kabi bilimni ola oladimi? Ular chunki bir oyda, bir yilda bir oygina o'qishadi xolos. Yo'q, ola olmaydi. Endi boshqa sohada bilmadim, lekin aynan bu sohada ola olmaydi. Bu meni fikrim, meni shaxsiy fikrim. Chunki biz tinimsiz tunu kun mehnat qilamiz, yaxshi yomonini bilamiz, mana shu sahnani, lekin ular atiga kelib bir oy davomida unaqa bilim ola olmaydi. O'zi kelajakda san'atimizni qanaqa tasavvur qilasiz? Yana o'sha eski kinolarimizdek kinolar paydo bo'ladi. Mana xalqimiz, odamlar teatrga qaytadi, spektakllar ko'rishga qaytadi, ishonaman bunga. Chunki kelyapti o'sha, shu kunga yaqinlashyapti o'sha. Farhod. Shirin. Biz kursda talabalar ko'p ekanligini hisobini olib, baribir teatrda ham shunaqa bo'ladi yoki casting degan jarayonlar bor filmda. Qani deb turib, pishib yetilsin deb turib, kursda ikkita sostav qilganmiz. Bugun bu sostav o'ynaydi. Farhod ikkita, Shirin ikkita, Mahimbonu, Vazir, ular bir-birini ko'rib, qaysidir ma'noda o'rganib, qayerlarinidir tahlil qilib, o'zini ijrolarini baholab, boshqa qilib, keyin
ertasi kuni u sostav chiqadi. Ya'ni ikkita sostav bir ijobiy raqobat ketadi. Va shu bilan birgalikda bugun bu sostav bir yangilikni Farhod bunaqa bo'lgan ekan, Farhod so'zining ma'nosi ustoz bunaqa ekan yoki bo'lmasa Shirin bilan Farhodni Xisraf degan shaxs bo'lgan ekan yoki opasi nimalar bo'lgan, Mehin Bonu masalan Alisher Navoiyda aslida Mehin Bonu emas. Umuman Nozim Hikmat nega bu asarni yozgan? Hatto bilasizmi, Nozim Hikmatda shunaqa jumla bor, fontan haqida. Nechtaligi, nima uchun aynan shu son qo'shilganligicha bu bitta ilmiy ish. Bolalar buni o'zlari o'qib, o'rganib topib kelishadi. Keyin bu yerda juda katta kadr ortida, parda ortida juda katta mehnat. Rejissyori bu yerda ustozimiz dotsent Zamira Ahmedova. Plastika bor bu yerda, alohida baletmeyster ishlaydi raqslari bilan yoki bo'lmasa o'sha hozir tomoshabin bob bo'lish uchun yoshlari, chunki hozir tortib olish sahnaga spektakllarni ko'rish mana tomoshabinlar juda kamayib ketdi teatrlarda. Hozirgi yoshlarning e'tiborini tortib olish uchun biz baribir xohlaymizmi yo'qmi shunaqa bir effektlardan, plastik yechimlardan foydalanamiz qiziqroq bo'lishi uchun. Bu tomoshabinlardan tashqari talabalarning o'ziga ham juda qiziq. Hozirgi jamoani kim yiqqan? Aynan o'zlari tanlaydimi, o'qib rollarini yoki bo'laverasizmi? Endi ish jarayoni bu yerda sal boshqacharoq ketadi. Chunki bu o'tgan yildan boshlangan. Qaysi ma'noda o'tgan yili, ya'ni 2-kurs paytida talabalar har xil jahon adabiyoti, o'zbek adabiyotlaridan parchalar olib keladi. Hamma mana 3 kishi bo'ladi-da. Masalan, opasi, singlisi Farhod sahnasini olib keladi yoki kimdir boradi Pushkindan olib keladi, kimdir boradi o'zimizni masalan Abdulla Qodiriydan olib keladi, kimdir Shekspirdan. Bu yerda o'sha o'tgan yili adashmasam 100 dan ortiq asarlar, parchalar mana shu sahnada har xil jarayonda ish ketgan. Keyin biz uni ichidan yaxshi ketayotgan, bolalar o'zlariga tushgan, tortib ketayotganlardan bir 10-12 tasini kafedraga namoyon qilamiz. Keyin kafedrada bu ustozlarimiz tomonidan muhokamalardan mana bu asar kursga tushgan. Qahramonlar bor. Bu asarda bemalol bolalarni aktyorlik qobiliyatini siz ocha olasiz degan bir tavsiyalar beradi. Keyin undan keyin biz kirib kursga e'lon qilamiz. Mana hozir 12 ta asarni biz namoyon qildik. Shuning ichidan aynan Nozim Hikmatning Farhod va Shirin asari diplom spektakli emas, bu diplom oldi spektakli. Diplom oldi spektakli hozir shu darajada qo'yildi. Diplom spektaklda jahon klassik asarlariga murojaat qilinadi. Shekspir, Schiller kabi o'zlarimizga yaqin, masalan turk yoki masalan Farhod Shirin bizga yaqin bo'lgan millat bo'lganligi uchun, bolalarning o'ziga ham yaqinroq material bo'lganligi uchun va shu bilan birgalikda Farhod va Shirin kimligini bular o'rgansin, shu yerda o'rganib ketsin deb mana shu asarga murojaat qilganmiz. Xuddi shunday, sen Farhod bo'lasan, sen Shirin bo'lasan emas, unda ham marhamat, mardu maydon. Bir oy davomida bu yerda xuddi kinolarda kasting bo'ladigandek, xohlagan sahnangizni xohlagan inson bilan siz ishlab keling vazifasi beriladi. Bu qaysidir ma'noda talabalar o'rtasida qanaqadir bir nizo kelib chiqishga olib kelmaydimi? Masalan, kimdir juda ham xohlagan bo'ladi shu rol uchun kirishgan bo'ladi, lekin siz boshqasini tanlaysiz. Yo'q, juda ham xohlagan, endi har xil vaziyat bo'ladi baribir, chunki bolalarning tabiati har xil joydan kelgan. Sekin o'z moslashib 3-kursdan sistema qanaqa ekanligini tushunib boradi. Chunki baribir xohlaysizmi yo'qmi aktyorlarda bularni oldindagi hayotda konkurensiya, undan katta teatrda ham, filmda ham juda katta raqobat kutyapti bularni. Qayerdadir sinib qolmasligi uchun ham ataylab ham ish qiladigan, bu qanaqadir pet texnologiyada. Bugundan boshlab usta Farhodni saroyimizning bosh naqqoshlik vazifasiga tayin etamiz. Shahrinso mana hozir aytasiz shirinman deb, hali ham shirin obrazdan chiqib ketishingiz qiyin bo'lyapti-da. Lekin aytishadiki, o'sha ko'p eshitganman ustozlardan ham, baribir 99% mehnat, 1% iqtidor deyishadi-da. Siz bu fikrga qanaqa qaraysiz? Albatta shunaqa, to'g'ri qarayman bunga. Chunki biz o'qituvchimizsiz, o'qituvchimizning bilimlarisiz hech kimmiz. Ular bizga yo'l ko'rsatadi. Ular nima noto'g'ri qilyapmiz, nima to'g'ri qilyapmiz, hammasini ular bizga o'rgatadi. Hozir aytib o'tdim-ku, motivasiyani, eng katta motivasiyani o'qituvchimdan oldim. Ular menga berdi. "Davay, san qila olasan" deb, ular men bilan tunu kun ishladilar. Ishonsangiz, biz uyga faqat uxlashga boramiz. Undan tashqari faqat institutda o'qituvchilarimiz bilanmiz. Shahrinso to'g'risi hozir fikrlaringizdan kelib chiqib juda ham quvondim.
juda ham quvondim. Chunki aynan san'atni kelajagi ishonchli qo'llarda. Chunki buni Shahriniso misolida ham ko'rishimiz mumkin. Kelajakda mana tayyor kadr, tayyor aktrisa, rejissyorlarimiz ham inobatga olishlari mumkin. Haqiqatdan har bir yaratayotgan san'at asari mukammal bo'lishini istasa, mana shunday yoshlarimizdan foydalanishlari mumkin. Sizga so'z minnatdorchiligimni bildiraman. Har doim mana shunaqa shijoatingizga ko'z tegmasin, bilim sari, mana shu sahnaga bo'lgan mehringiz hech qachon so'nmasin deyman. Barcha talabalarga, mening sohamda bo'lgan barcha insonga shijoat, mehnat tilayman. Albatta spektaklimizga kelinglar, sizlarni kutib qolaman. Mashhurbekning Siqilma qo'shig'i klipsiz ham yetarlicha hit paradlarini birinchiligini qo'lga kiritdi. Klipi muxlislar qalbidan qanchalik joy olar ekan, buni endi vaqt ko'rsatadi. Aprel oyining mega hitiga aylangan, millionlab yurtdoshlarimizning gadjetlarda ovozi yangrayotgan mashhur Muhammadning Siqilma taronasi 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan vatandoshlarimiz ko'nglidan joy oldi desak xato bo'lmaydi. Voy do'stim, ayt nega holing parishon, alamdan yuraging esilyaptimi? Go'yoki dunyoda birgina sening omadsiz kunlaring cho'zilyaptimi? Ishingda unum yo'q, uyingda tinchlik, ro'zg'orni g'orligi sezilyaptimi? U ham yetmagandek og'ir kuningda eng yaqin do'stlaring yuz beryaptimi? Siqilma, mehmondir tanangda bu jon ham, ko'p uchrar yo'lingda yaxshi-yu yomon ham. Izlasang topilar har mushkulga iloj, gar zamonga boqmasang boqmas zamon ham. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam qolar bu dunyo. Kamdanam, ko'pdanam, kengdanam, tordanam, yo'qdanam, bordanam, qidirma xato. Siqilma taronasi nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni davlatlar hit paradlari reytingida ham peshqadamlik qilmoqda. Undagi har bir so'zning hayotiyligi va professional ijro uning bu qadar yuksak parvoziga sabab bo'lgan bo'lsa ajab emas. Yandex Music ilovasida mavsum hitlarini ortda qoldirib, birinchi pog'onadan tushmayotgan va YouTube platformasida bir haftada 14 million marta eshitilgan, ko'plab xonandalar, aktyorlar, blogerlar storieslariga ham joylangan ushbu taronaga video klip olmasa bo'lmasdi albatta. Bu davrlar meni nima deydi, chalg'itishga asos bo'la olmaydi. O'zimdan ketib qolishga masalan sabab bo'la olmaydi deb o'ylayman. Xo'sh, mashhur Muhammad bu borada kimga murojaat qilgan deb o'ylaysiz? Albatta, bugungi kundagi eng talabgor klipmeykerlardan biri Ikrom Aliga. Qanaqadir qo'llariga nimadir desti beringlar. Yo'q, orqangizdan siz mana bu hovlida nimadir ish qilyotdingiz. Bular kirib kelib, "Voy, kezim xursand bo'lib ketdi." Bolalar, "Voy, nabiralarim bo'lib ketdi." deb ana qildik. Qo'llarda uxlayotgan bolani bitta olasiz, chunki bularga anaqa emotsiyaga imkon berish kerak, turmabdi. Bo'l. Bular kirdilarmi? Keyin "Ke qizim, nastroyeniyalar zo'r. Yig'lab turibsiz opa." "Tinchlikmi qizim, nima bo'ldi?" "Tinchlikmi qizim?" Yig'lab turibdilar. Gapirsangchi, shu yurak siqilib keldi. Anaqa azartlashadi. Bugungi kunda O'zbekistondagi eng mashhur klipmeykerlar qatorida turasiz. Top 3 talikni 3-chisi demayman, birinchilardansiz. O'zingiz nima deb o'ylaysiz hozir? Top nechtalikdasiz? Yo'q, uni men bilmadim. Uni ko'rganlar, biz bilan ijod qilganlar baho beradi. Bizga aslida topda turish emas, xalqimizga kliplarimiz yoqishi qiziq, manfaatli bo'lishi qiziq, foydali bo'lishi qiziq. Shu uchun kurashyapmiz, ijod qilyapmiz. Va juda ham bilaman, juda ham mehnatkashsiz, mehnatsevarsiz. Hozir shu jarayonda ham ko'rdim. Hamma narsaga, har bir grimyorga ham, hattoki ovqatlanishga ham ahamiyat beradigan inson ekansiz. Har bir aktyorning qorni to'yishiga ham e'tibor berar ekansiz-da. Endi baribir har biriga o'nga bo'linish oson emas, Ikrom aka. Yo'q, oson emas. Lekin shunaqa bir imkoniyat berilgan ekan, iqtidor berilgan ekan, hammasiga ulguryapmiz.
to'g'risini aytsak kecha boshqa klipda edik, bugun voqea janr boshqa, aktyorlar boshqa, ertaga Nargis ashulachimiz va hayn aytgan opamiz, ularning kliplari indinga Imronni sendan zo'ri yo'q degan klipimiz syomkasi indinga. Bu qo'shiq mashhur bo'lib ketgandan keyin ko'pchilik anaqa Mashhur akaga simpatiyasi yo'g'ondi, Mashhur aka bilan ishlagisi keldi. Bu yerda bizda nima bor ediki, Mashhur akam bu qo'shig'i yozishlaridan avval Ikromali ukajonim, yaqinda siqilma degan tarona yozyapman. Shuni klipini siz olib berasiz deb o'sha payt aytdilar menga. Necha yil oldin? Demak, bu bo'lyaptiki 4 yil oldin. Taxminan shunaqa. Biz anchadan beri aka ukamizda va endi bu qo'shiq ommalashib ketgandan keyin juda ham ko'plab klip mekerlar murojaat qilgan Mashhur akamga. Klipingizni biz olib beraylik, hattoki puli kerak emas deb ham aytishdi. Lekin Mashhur akam yo'q, men ukam bilan niyat qilganman. Ikromali bilan deb va janrimiz bir-birimizga tushadi. Meni kliplarimni janriga bularning qo'shiqlari zo'r tushadi. O'shanga birgalikda mana hamkorlikda shu klipni olyapmiz. Klip mekerlarni mana ko'plari ayrimlari puling kerak emas deyishgan ekan. Ikromalichi pulini so'radimi? Aslida o'zi menimcha pulga ishqibozmasman, lekin pulini o'ylaganimizdan ham ko'proq to'lanyapti. Lekin bizga aslida bu klip pul uchun emas, o'zlariga aytdim, aka boshda aytdim, xohishoning o'zlarini alohida so'raysiz. Boshda aka menga pulingiz kerak emas dedim. Bunaqa yaxshi qo'shiqni biz ommaga olib chiqishimiz kerak. Hozir tingir qandaydir bir ommaviy, ma'naviy odamlarga hozir zarar yetkazilayotgan qo'shiqlarning ichida shunday bir aqlli, yaxshi qo'shiq chiqib qolgan akadan qanaqa pul olamiz? Bu qo'shiq o'zi aslida xalqimiz uchun foydali. Nachilik. Necha oyda kelishim kerak bu pul ber. Bu meni uyim. Kelim kelsalar gaplashib olasiz. To'lamasang chiqib ket uyimdan bor. Kechirasiz. Yana 3 kun muhlat bering. Kulyapsan. Yana 3 kunmi? To'lovsilar yashar bo'lmasa chiqib ketlaring bu yoqdan. Nima sujet ekan deb siqilib qolmanglar. Tez bizni juda ham tezlik bilan sizlarga buni taqdim qilamiz, chunki hozir ommalashib turibdi. Lekin bir narsani aytishim kerak. Ushbu Siqilma nomli tarona uchun O'zbekiston Respublikasini juda ham ko'plab mashhur aktyor aktrisalari truppasini yig'dik. Bu yerga hozir ustozlardan tortib eng oxirgi avlodgacha aktyor aktrisalar yig'ildi. Ya'ni yoshlardan ham eng trendlari Durdona Qurbonova, Shohrux Hamdamov bor. Ustozlardan Gulchehra Ibrohimbekova, Nargiz opam Abdullayeva, Samitxon akam, Bobur aka Yo'ldoshev, Shahlo Temirova, xullas sanasak hozir barmog'imizga sig'maydi, kimlardir unutib qo'yishim mumkin. Kimki yulduzlar bo'lsa, hammasi shu klipda mehnat qilishyapti. Men o'ylayman, tez ijod qiladigan, tez o'sha ishni bitiradigan yigitsiz va lafzida turadigan yigitsiz. O'ylaymanki, siqilma ham yaqin kunlarda tez orada klipini birgalikda tomosha qilamiz. Syomka jarayoniga birinchilardan bo'lib yetib kelgan aktrisa Durdona Qurbonova har bir ishga mas'uliyat bilan yondashishini, aytilgan joyga albatta o'z vaqtida kelish kerakligini va bu ijodkor uchun muhim jihatlardan biri ekanligini aytib o'tdi. Syomka jarayonida ham kim bilandir ishlasam, birinchi ishlashini ko'raman. Agar vaqtida cho'tki ishlasa, men ham vaqtida kelaman. Agar kech kelsa, agar kech boshlasa, yetilgan vaqtida boshlamasa, keyin men ham kech kelaman. Ana, mas'uliyatli Durdonaxondan foydalanib qolish kerak, hurmatli rejissyorlar. Ikrom aka har doim aytgan vaqtlarida boshlaydilar. O'tib ketmaydi. O'shaning uchun har doim Ikrom akani vaqtlariga vaqti bilan kelaman. Chunki kimdir kelib meni kutib tursa vijdonim qiynaladi. Bugun demak soat nechida dedilar? Nechida keldingiz va nechida boshlanadi? 11da dedilar. 10 da kam 11da keldim. Ko'rdik sizni maza qilib docha yeyotgandingiz. Dochani sog'inibsiz a? Birinchi marta yedim. Yo'q, bu yil hisobida. Xo'p, biz hali yeb ko'rganimiz yo'q. Bekor yeyman, sekin narsa toshyapti. Ishingda unum yo'q, uyingda tinchlik, ro'zg'orni g'orligi sezilyaptimi? U ham yetmagandek og'ir kuningda eng yaqin do'stlaring yuz beryaptimi? Siqilma mehmondir. Akam, jannatim akam. Partnyorlari. Kecha nima deydi? Shohrux siynisini o'ynaysan, Durdona deb telefon qilsam aytayotdiki, yo'q, Shohrux aka bilan urushib, janjal qilib o'ynaylik, men er xotin o'ynaylik deydi. Men aytdim-da, Shohrux siynisi bo'lasan dedilar. Er xotin bo'laylik, meni ursinlar, shunaqa bir-birimiz bilan urushaylik. Nimaga Shohrux bilan urushga kelyaptimi deylar. Bugungi kunda shunaqa rol yetishmayaptimi? Ancha bo'pti-da, shunaqa urushib, yig'lab, hamma menga yaxshi kayfiyat, kulib yuradigan ijobiy rollarni ko'proq berishadi. Demak, biz hozir murojaat bilan ham chiqishimiz mumkin. Durdona Qurbonova aynan jangari rollarga tayyor. Masalan, keling, masalan sizda boksyormi yoki qanaqadir bir bokschi yoki karate bilan shug'ullangan qizlar rolida bo'lsa, bo'ladi, yaxshi. Bemalol.
yoki bo'lmasam chavandoz rolidami? Balkim yaxshi ot minaman. Demak, tayyor. Bemalol rejissyorlarimizga murojaat qilishimiz mumkin. Bemalol jangari rollarda ham rol ijro etishlari mumkin. Bu rol haqida bu yerdagi faqat akani singlisisiz. Endi bu yerda Endi siqilgan akani singlisimiz yoki siqilgan singilmisiz? Endi hazil qilib bitada tushuntirib o'tdim. Lekin rolimiz juda qiyin. Hozir uni hammasini aytib qo'ysak, klip qiziq qolmay qoladi. O'shaning uchun jarayonni ko'rib turinglar. Keyin klip chiqqanda alohida yana klipni ham ko'rasiz. Ishingda unim yo'q, uyingda tinchlik, ro'zg'orni g'orligi sezilyaptimi? U ham yetmagandek og'ir kuningda eng yaqin do'stlaring yuz beryaptimi? Siqilma, mehmondir tanangda bu jon ham ko'p uchrar yo'lingda yaxshi. Tasvirga olish jarayonida dizayn jamoasining vakillaridan biri Qobil Karimberdiyevni ham uchratib qoldik va uning ham fikrlarini eshitmasak bo'lmasdi. Assalomu alaykum, Qobil aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Yaxshi keldinglarmi, tinchmisizlar? O'zingiz yaxshi keldingizmi? Ha, men yaxshi zo'r keldim, chunki men shu Chilonzor turaman. Yaqin shancha keldim. Aniqlashtiramiz, bu klipda rolingiz qanaqa yoki rostdan bu klipda bosh rolda qahramonimisiz? Eshitishimizga qaraganda shunaqa deyishdi. Yo'q, bosh qahramonman. Hozir zo'rrog'ini aytganda obedgacha bosh qahramonman, chunki men ovqat olib keldim bu yoqqa, dastavshik rolidaman. Qoyil. Bunaqa insonlar kam. Haqiqatdan o'zingiz Klipda meni ko'rmaysizlar, klipdan tashqari kadr ortida ko'rishingiz mumkin. Demak, o'zingizni o'sha mashhur somsalaringiz bilan mehmon qilyapsiz. Chunki mashhur somsa, mashhur klipiga kelmasa bo'lmaydi. Haqiqatdan. Xullas hamma mashhurlashyapti. Odamlar qanaqa tasavvur qiladi bilmayman. Klipi chiqmay turganda balki odamlar o'zini o'sha odamni o'rniga qo'yib ko'rib o'zidan klip yasab turuvdi-da eshitib. Endi klip chiqqanda boshqa tasavvurga kirasizlar, xudo xolasa. Albatta. Endi o'sha ijtimoiy tarmoqlardingiz, Instagramda ham juda ham ko'p blogerlarni kuzatdik. Aynan mana shu qo'shiqqa o'zlaricha har xil kliplar olishdi. Aynan 1 minutli deylik, 3 minutli har xil. Kimniki yoqdi, kimni ko'zingiz tushdimi yoki aynan Qobil Karimberdiyev o'zi uchun, Instagrami uchun aynan shu qo'shiqqa klip olish niyati bo'ldimi? Yo'q, oldim-ku, ko'rmadinglarmi? Ko'rmadikmi? Yo'q. Birgalikda ko'raylik. Somsaga moslab, shu yerda ham sandan qo'yganman mana. Ovqat haqida bu. Xullas shunaqa. Bu qo'shiqni mana boshqa blogerlar gapirishim shart emas ekan, mana o'zimizni mana qarsillama somsa qilib qarsillatib qo'yibsiz-ku. Endi biz ham trenddan qolmaylik deb mashhur beni qo'shig'iga men chunki mashhur o'ziga telefon qildim, shu ashulani menga minisovkasi, ya'ni shu musiqasini bering desam, gap bo'lishi mumkin emas dedilar. Baribir bu qo'shiqni men birinchi eshitganimda, meni yaqinim bo'lgani uchun, o'rtog'im bo'lgani uchun har qayerda mashhur ichidan o'tkazganlarini yozgandek bo'ldi menga eshitganimda. Shundoq bildim. So'zi o'zingiznikimi desam, ha dedilar, deb baraka toping dedim. Ha, chunki so'z shoirniki bo'lganda bu mashhur nima deydi, mualliflik huquqi bar matn egasida bo'ladi-da. Shuning uchun o'ziniki bo'lgani uchun, o'zini musiqasi, o'zini aytilishi bo'lgani uchun gap yo'q dedim bu xonandaga. Va bu qo'shiq aynan 4 yilda yozilgan, 4 yil u 6 oy dedilar. Inson shu darajada masalan yillar davomida shunaqa yurak og'rig'i kerak ekanda har bitta insonga. Demak, mana shunaqa zo'r chiqishi uchun ijod namunasi. Ha, endi bu narsa sekin-sekin yig'ilib o'zi, ya'ni ko'rgan, kechirganlarini yozib qoldirgan bo'lsa, qayerdadir turgan bo'lsa, o'sha holatga kelganda chiqarib aytgan bo'lishi mumkin. Ham bilmadim endi bu qanaqa dunyo kelgan bunaqa so'zlar. Lekin shunaqa deysiz-ku, ayniqsa men bir mashhur insonni gapini bilaman, eng ko'p yig'laydigan inson, eng ko'p dardi bor inson, yumorga boy inson deyishadi-da, Qobil aka. Balki. To'g'risini ayting, birinchi tinglaganingizda o'sha ichingizdan o'tgan narsa bo'lgan, o'sha sandan ham, mandan ham qoladi bu dunyo deganda. Nimalar o'tib ketdi ko'z oldingizda? Chunki qoladi, nima bo'lsa qoladi. Mana shu odam qo'li bilan yaratilgan narsa hammasi qolib ketadi bu dunyoda. Yer ustida qolib ketadigan narsalar, hamma narsa yaratib bo'lingan, bordan yo'q bo'lmaydi, yo'qdan bor bo'lmaydi. Faqat boshqa ko'rinishga o'tadi odam qo'li bilan yasaladi. Tamom, qolgan hammasi qolib ketadigan narsalar. O'ylamanglar, olib keta olmaysizlar ham, yo'q ham bo'lib qolmaydi, qo'shib ham qo'ya olmaysizlar, qo'shilib ham qolmaydi. Shuni bilib qo'ysanglar bo'ldi. Aslida ijod paytida hamma narsa totli tuyuladi.
Masalan, tushlikka somsa ham yaxshi ketadi. Jamoaning bir oiladay bo'lib ketganini shu holatdan ham bilsak bo'ladi. Mashhur Muhammadga chin dildan omad tilaymiz hamda undan yangi hit taronalarini kutib qolamiz. Mashhur Muhammad bugungi kundagi eng hit va kerak bo'lsa premium klass xonandalar qatoridan joy olayotgan inson. Har bir qo'shiqni maromiga yetkazib kuylagansiz. Eng zo'ri anu Suzana. Adashmayapmanmi? Xirgoya qilaylik. Xirgoya qilaylik. Este giorno portofino Chiudo messa centro per Poi m'ha detto Cocorito Non me colpi colpa te E se sapate Malibu Con un grasista di bijou Susana 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 mon amour. Dunyoda hech narsa doimiy emas. Hatto o'sha siqilgan holatlar ham, qiyinchilik vaziyatlar ham, xursandchilik vaziyatlari hammasi biz inson zoti, amin bo'lishi kerakki, dunyoda hamma narsa o'tkinchi. Shunday ekan, yomon kunlarda yaxshi kunlar kelishidan umidvor bo'lish kerak. Yaxshi kunlarda esa buni shukronasini joyiga qo'yib qo'yish kerak deb hisoblayman. Men ayniqsa o'z tinglovchilarimga sifatsiz qo'shiq taqdim etgim kelmaydi. Siqilma qo'shig'iga tasvirga olingan videoklip premyerasini tez kunda Mening yurtim telekanalida ko'rish imkoniga ega bo'lasiz va klip namoyishidan avval mashhur Muhammad bilan maxsus eksklyuziv suhbatni sizga taqdim etamiz. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Hoy do'stim, ayt nega holing parishon, alamdan yuraging esilyaptimi? Go'yoki dunyoda birgina sening omadsiz kunlaring cho'zilyaptimi? Ishingda unum yo'q, uyingda tinchlik, ro'zg'orni g'orligi sezilyaptimi? U ham yetmagandek og'ir kuningda eng yaqin do'stlaring yuz beryaptimi? Siqilma, mehmondir tanangda bu jon ham, ko'p uchrar yo'lingda yaxshi-yu yomon ham. Izlasang topilar har mushkulga iloj, gar zamonga boqmasang boqmas zamon ham. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam qolar bu dunyo. Kamdanam, ko'pdanam, kengdanam, tordanam, yo'qdanam, bordanam, qidirma xato. Kundanam, tundanam, tongdanam, shomdanam, oydanam, yildanam nolima aslo. Balodan, qazodan, dardi bedavodan, huzursiz xatodan maslasin Xudo. Bugungi kunda teatrlar yana jonlandi. Yangi spektakllar ketma-ketligi uzilmayapti. Yurtimizda kino premyeralari, teatr premyeralarini ko'rib haqiqatan ko'zingiz quvnaydi. Teatr tomoshabinlarga liq to'la. Bu haqda muxbirimiz lavhasida batafsil ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Bahor faslining qaynoq premyerasi davom etmoqda. 7-dan 14-aprelgacha Muqimiy teatrida sahnalashtirayotgan Kuyovning omonati musiqali komediyasi mana bir necha kundurki tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'lib kelmoqda. Nimamush? To'yga non yopishga yordam beringmish. Nima? Mahallada mendan boshqa odam qilib qolganmi? O'shalarga aytmaysanmi? Xalqimizning sevimli va serqirri ijodkorlari asardagi o'ziga yuklatilgan obrazlarni mohirona gavdalantirishdi. Ularning sahnadagi yuksak ijrosi, xatosiz chiqishlari kam vaqt talab qilmaydi albatta. Bunday ijro uchun ular oylab tayyorgarlik ko'rishadi. Tomoshabin mas'uliyatini o'ziga yuklab sahna ortida chiqishini poylab turgan Farhod Qurbonov obrazi haqida va davom etayotgan premyera haqida bizga so'zlab berdi. Yangi premyera Kuyovning omonati degan spektaklimizda mahalla nozirini rolini o'ynayapman. Ya'ni uchastkovoy rolini. Endi xudo xolisa yana bugun premyera xalq bilan boshqacha ketadi. Sahnada, pedagoglarda, repetitsiyalarda qilinmagan narsalarni mana hozir rejissyordan ruxsat oldim.
qilmoqchimiz, bu yangilik qilmoqchiman xudo xohlasa. Qanaqa bo'lar ekan? Tomoshabin bilan boshqacha jonli yangi narslar tug'iladi, sahnada improvizatsiya qilishga harakat qilib ko'rmoqchimiz. Odatda improvizatsiya qilmoqchi bo'lib turgan aktyor o'sha matodan chiqmaslikka, keyin tomoshabinga qanaqa ta'sir qilar ekan? Men shaxsan o'zim fikrlab olaman. Shunaqa qilsam, qanaqa bo'lar ekan, qanaqa ta'sir qilar ekan deb har tomonlama o'sha miyada sekundlar ichida o'ylanadi-da bu. Keyin improvizatsiya qilamiz. Har doim 90% ijobiy ta'sir qilganini sezganman o'zim har doim. Asardagi o'zbek ayollariga xos bo'lgan rashki va mehribonligi bilan alohida ajralib turgan Xolis aya obrazidagi qizi haqida iliq fikrlar bildirib o'tdi. Bugun ancha pishdi, mana 3-kun premyera davom etyapti. Albatta, har sahnaga chiqishganda ustozlarimiz ham, shogirdlarimiz ham, mana shu teatr butun san'atkorlarimiz baribir sahnani haligi muqaddas joy deyishadi. Shuning uchun har qadam bosganimizda hayajonlanamiz. Bugun ham har doimgidek hayajonlari, lekin haligi ko'nglimdagidek bugun o'ynadi, tabriklayman. Tarbiyaviy ahamiyati juda ham katta, chunki hozirgi yoshlar ota-onaga biroz qaysidir ma'noda bo'ysunmagan holda o'z boshimchalik bilan ko'p hali ko'ngildagi orzu-havaslarga berilib, shoshmasharlik bilan o'sha hoy-havasga berilyapti. Mana shu tomonlama albatta tomoshabinlarga bir o'zini ezgulik yo'lida tarbiyaviy ahamiyati juda ham katta bu spektaklda. Qo'rqmang. Yoningizda men borman. Ketdik. To'xtang, qo'rqib ketyapman. Qo'rqdingizmi? To'xtanglar. Teatr sahnasida bir spektakl qo'yilar ekan, u xoh komediya bo'lsin, xoh tragediya, albatta buning tag zaminida tarbiyaga chorlovchi chuqur bir ma'no yotadi. Bugungi Kuyovning omonati spektakli ham komediyaga va hajviyaga boy bo'lishiga qaramasdan, qo'shnilar o'rtasidagi mehr-oqibatning kuchliligi, har xil orzu-havaslarga berilaverish ortidan turli ko'ngilsizliklarning sodir bo'lishi mumkinligini namoyon qildi. Qizim, menda qattiq pul bo'lsin, o'zim nafaqada o'tirgan bo'lsam, pulim yo'q o'zi umuman. 1,5 soatda nihoyalagan spektakldan bahramand bo'lgan tomoshabinlar premyeradan iliq fikrlar va qaynoq taassurotlar bilan chiqishdi. Ma'naviy bir madaniy hordiq oldik. Kutganimdan ham a'lo. Eng asosiysi rollar uchun aktyorlar cho'tki tanlangan. Tarbiya bilan birga hordiq olamiz. Kuldik, mazza qilib komediyadan. Rahmat. Хороший спектакль и хорошие актеры. Qiziqarli voqealar ko'p bo'ldi. Bunaqa spektaklga kelib turishinglarni tavsiya qilaman. Ko'pchilik mahoratli va ustozoda aktyorlar kinoda rol ijro etishdan ko'ra, teatr sahnasida kichik epizodni o'ynashni ma'qul ko'rishadi. Tomoshabinlarni qoyil qoldira olgan bugungi aktyorlarimiz ham teatrni tanlaganlar qatorida. Mana shunaqa gaplar azizlar, bugun ko'tarinki kayfiyatda, ajoyib atmosferada siz azizlar bilan xayrlashamiz. Sizlar bilan Chehron edi. Mening yurtimdan uzoqlashmang. Xayr-omon bo'ling.